Assalomu alaykum. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumat hujjatlari ijrosini nazorat qilish bo'limi tomonidan 2025-yil davomida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 172 ta hujjatdagi 3112 ta topshiriqlar nazoratga olindi. Mazkur topshiriqlar yuzasidan 1592 marotaba monitoring tadbirlari o'tkazilib, monitoringlar natijasida 1371 ta topshiriqlar nazoratdan yechildi. Shuningdek, bajarilmaganligi aniqlangan 241 ta topshiriqlar yuzasidan 44 ta taqdimnoma va 2 ta jinoiy taklif tayyorlandi. Kiritilgan ta'sir choralari natijasida va berilgan huquqiy uslubiy ko'rsatmalar natijasida 208 ta topshiriqlar ijrosi ta'minlanib, nazoratdan yechilishiga, 12 nafar mas'ullarga esa intizomiy jazo choralari qo'llanilishiga erishildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-maydagi 178-sonli qarori 2-ilova 43-bandida IT shaharchani qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ta'minlash yuzasidan berilgan topshirig'i ijrosi ta'minlanmaganligi aniqlanib, kiritilgan ta'sir chora natijasida IT shaharchada qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan to'liq ta'minlanishiga erishildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrdagi 454-sonli qarori 14-ilova 50-bandida Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabini rekonstruksiya qilish topshirig'i yuzasidan 2025-yil 28-oktyabr kuni o'tkazilgan monitoringda loyiha smeta hujjatida belgilangan ishlar yakuniga yetkazilmaganligi aniqlanib, kiritilgan taqdimnoma ta'sir chorasi natijasida keltirilgan kamchiliklar to'liq bartaraf etilib, imkoniyati cheklangan bolalar maktab internati to'liq foydalanishga topshirilishiga erishildi. Bundan tashqari, viloyat hokimligiga 750 ta topshiriq yuzasidan 30 marotaba huquqiy uslubiy ko'rsatma kiritilib, Adliya vazirligi ishtirokida 7 marotaba o'quv seminarlari hamda televideniya orqali 2 marotaba, radio orqali 1 marotaba ko'rsatuvlar tayyorlanib, efirga uzatildi.